Uyingizda menga o'xshash ishonchlik ham maysiz bo'lgan malajir qilishni o'rganib oling. Itsulum intayin oddiy birlik ko'rsangiz o'rganib olalaysiz, ta'mi kep ketmaydi. Qaranglar o'xshab ketgimga. Uydagilaringlar menda malajir qilib birdigan bo'lsanglar, talishib turib yeb ketitga. Avval dufupini videoda ko'rsatgan cho'nglikda to'g'rab tayyorlab olamiz. Undan keyin suji bir talziqqa 3 tal o'tkazib oldim. Undan keyin jinjingonimi mushu dufupiga yo'yab mushqilalatda tayyorlab olsanglar bo'ldi. Undan keyin cho'ng ustamning malajir tetitqisidan bir bo'laq tayyorlab olamiz. Cho'ng ustamning cho'nliqi bormish oilda bolalarimga o'xshatib malajir etib bersam bo'ldi degan xonim qizlarimiz bir shiltib sinab beqanlar ta'mi kep ketmaydi, ajoyib o'xshaydi. Qozon qaynagandan keyin yarim qo'shq atrofi tuz silib, malajir tetitqisini az-azdan qo'yib tekshi ilashtirib olamiz. Endi buni bo'sh o'tda taxminan 10 minut atrofida qaynatib olamiz. Qaynatgan sir quyilib mana mushkul holatda shirinlik holatiga keldi. Undan keyin biz o'zimiz yaxshi ko'rgan xogo materiallari yoki bo'lmasa malajirlarimizni silib pishqandagi iste'mol qilsak bo'ldi. Mayli sovuqdan qiling yoki issiqdan qiling, milab yeyish, chilab yeyish hamsiga mos keldi. Qo'riqlash mezgilingizda samirib ketishdan ansirab ochiq tomoqlarni yemayotgamsiz. Undaqda bizning malajir tetitqimizni xotirjam iste'mol qilsangiz bo'ldi. Maysiz ham bak yeyishlik ishtahan ochidi. O'rganib oldingizmi? Qiynamsizmi deb sinab beqing.